2026 Chevrolet Tayman Sport avtomobil segmentida zamonaviy dizayn, kuchli dvigatel va yuqori darajadagi texnologiyalar bilan ajralib turadigan yangi avlod model sifatida avtomobil ixlosmandlari e'tiborini tortmoqda. Ushbu model aerodinamik kuzov shakli, past balandlik va agressiv old panjara dizayni orqali haqiqiy sport ruhini namoyish etadi. Avtomobil tashqi ko'rinishida LED faralar, kunduzgi chiroqlar va sport uslubidagi havo kirish teshiklari mavjud bo'lib, ular nafaqat chiroyli, balki samarali sovutish tizimini ham ta'minlaydi. 2026 yilgi model yengil alyuminiy platforma asosida ishlab chiqilgan bo'lib, avtomobilning umumiy og'irligini kamaytiradi va boshqaruv barqarorligini oshiradi. Ushbu sport avtomobil ortda joylashgan turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 300 dan 350 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Bu kuchli dvigatel tezlanishni yanada dinamik qiladi va avtomobil oqdan 100 km tezlikka taxminan 4 soniya atrofida chiqish imkoniyatiga ega. Sport rejimi yoqilganda gaz reaksiyasi yanada sezgir bo'ladi va haydovchiga haqiqiy poyga hissini beradi. Orqa gildirakdan tortish tizimi mukammal balansni ta'minlab, burilishlarda maksimal nazorat beradi. Zamonaviy avtomatik va mexanik uzatma variantlari mavjud bo'lib, haydovchi o'z uslubiga mos tanlov qilishi mumkin. Champion Porsche 2026 Chevrolet Tayman ichki salonida premium sifatli materiallar ishlatilgan bo'lib, sport o'rindiqlar uzoq safarlarda ham qulaylik yaratadi. Raqamli instrument panel, katta sensorli multimedia ekran va ovozli boshqaruv tizimi avtomobilni yanada zamonaviy qiladi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi orqali smartfon integratsiyasi oson amalga oshiriladi. Ko'p funksiyali rul sport uslubida ishlab chiqilgan bo'lib, unda tezlik nazorati va multimedia tugmalari joylashgan. Shovqinni kamaytiruvchi texnologiya salon ichida tinch muhit yaratadi. Xavfsizlik tizimlari ham ushbu modelda yuqori darajada bo'lib, adaptiv kruz nazorat, avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l chizigini kuzatish